Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu Nyu-York shahridagi markaziy bog'chada piyoda yo'lmang'ach sizlarga shu sog'lomlik to'g'risida, ya'ni odam badanida kasal paydo qiluvchi omillar bilan badanning kasalga qarshi turish kuchi orasida qandaq kurash qiladiganligi, ya'ni bizning sog'lomligimizni saqlash uchun qandaq kurash qiladiganligi, qandaq bo'lgan vaqtida bizningki badanimizning sog'lom bo'lganligi va qandaq bo'lgan vaqtida kasal bo'lganligi to'g'risida azroq bir savod xarakterda bir so'zlab o'tmoqchi. Bunun da asaslıqı mənəmdə şu yuqarıda ötkəndikidək adam bədində kisel payda qılğıcı amillarının qaysı ikənligi, anandakin ularnınki qandaq qılıb bədəndə kisel payda qıldığanlığı, yoki qandaq ahvalda kisel payda oludığanlığı və qandaq ahval astıda bədən kisel payda qılğıcı amillar qarşı turib özümüzningki sağlamlığını saqlay alaydiganlıq to'g'risida oddiy til bilan bir savod so'zlab o'taman. Endi bu yerda bizningki nima shu badanda kasal bizning badanimizda kasal paydo qiluvchi omil degan vaqtida bu nihoyatda ko'p amillarni o'z ichiga oladigan bo'lib, bularni cho'ng jihatdan aytgan vaqtida tövəndikidək bir neçə turga ayrışqa buldu. Birincisi, yani nurgun kasalliklarda nihoyatda muhim rol o'ynaydigan bir omil olsa, irsi omil, yani gen bilan munosabatlik irsi omil. Buni ba'zida tug'ma kasalliklarni o'z ichiga olsa, ya'ni bizda gen bilan munosabatli kasalliklarning hammasini o'z ichiga oldi. Chunki ba'zida bularni o'zaro farqlantirish biroz qiyin. Albatta, alohida tekshirishlar orqali uni farqlantirish mumkin, lekin bu ikkilisi shu apimizning tug'ilgan vaqtida badanimizda oshkor yoki yoshirin holda mavjud bo'lgan kasalliklarni ko'rsatadi. Taxmin qilib aytgan vaqtida bu bizningki o'zimizningki qilmishi bilan munosabat olmagan, ya'ni peshonamizga putilgan bir kasallik hisoblanadi, yoki bo'lmasa bizning ota-onamiz, ota-bobolarimiz bilan munosabatlik, ammo bizningki o'zimizning kontrolligidan chiqib ketgan bir xil kasal paydo qiluvchi omillar bo'ldi. Hozirga qadar hamda nurg'un kasalliklarningki gen yoki tug'ma bo'ladiganligi ma'lum. Albatta, bularning ichida hozirgi texnikada sababini topolmagan ba'zi kasalliklarni balkim irsiyatdan bo'lishi mumkin yoki tug'um bo'lishi mumkin deb biz shu kategoriyaga kirgizamiz. Ikkinchisi, eng ko'p uchraydigan omil nima degan vaqtida biologiyalik omillar. Biologiyalik omillar degan vaqtida buning ichiga hamda o'sha bakteriya, virus, har xil o'sha parazit qurtlar degandek biologiyalik narsalar bilan munosabatlik omillar, ya'ni badanda kasal paydo qiluvchi omillarni biz biologiyalik kasal paydo qiluvchi omillar deb ayiramiz. Hamda buning ichida misolanga alaydiroq deganimiz, masalan, tomoqning buzilib qilishi, tomoqning buzilib qilishda bakteriya asosli rol o'ynaganligi uchun buni shu biologiyalik omillarga kirgizish mumkin. Undan boshqa
nurg'unlagan teri kasalliklarimi shu fungus deydi, ya'ni işte bir xil bakteriyadan cho'ng bo'lgan, parazit qurtlardan kichik bo'lgan shu fungus ashuni bilan munosabatlik bo'lganligi uchun bunimi biz biologik omillardan kelib chiqqan kasallik deymiz. Üçüncü turdagilar hamda biz kimyalik omil bilan kimyalik omil, ya'ni kasal paydo qiluvchi omil deb qarasak bo'ldi. Bu kimyalik omillarning ichigami har xil omillar sabablar kirgitadi. Masalan, zaharlanish, har xil kimyalik moddalar bilan zaharlanish, muhitning bulg'anishidan zaharlanish degandagidek nurg'un omillarni kimyalik kasal paydo qiluvchi omil kategoriyasiga kirgizish mumkin. Undan boshqa shu yemak ichmak omili, bu yerda yemak ichmak omili degan vaqtimizda biz asosliqi shu yemaklik tangpungligi nachar bo'lishi, andan keyin badanga ozuqliq yetishmaslik yoki ozuqliq ehtiyojini ishib ketish, andan keyin ma'lum moddalarning, ozuqliq moddalarining kam bo'lishi degandagidek har xil shu ozuqliq bilan munosabatli har xil nimalarni biz yemaklik bilan munosabatlik kasal paydo qiluvchi omil deb shu kategoriyaga kirgizishimiz mumkin. Bundan boshqa yana birisi fizikalik omillar. Fizikalik omillar degan vaqtida alayda yuqori temperatura, alayda tuvan temperatura, quyosh nuri degandagidek shu fizikalik omillar bilan munosabatlik kasal paydo qiluvchi omil. Albatta ba'zilar radioaktivlik, ya'ni atom bombasiniki siniqidan kelib chiqqan ba'zi sabablarni radioaktivliklarni ayrim kategoriyaga kirgizish mumkin, ya'ni radioaktiv nur qatori kirgizish mumkin, fizikalik omillar qatori kirgizish mumkin. Albatta ularning ichida ba'zi kimyalik radioaktivlik bulg'anish paydo qiladigan kimyalik moddalar bo'lganligi uchun uni kimyalik omillarga kirgizish mumkin. Andan keyin undan qilib qolsa shu bizniki turmush odati, ya'ni bizni badan chiniqtirishga aktiv qatnashmaslik degandagidek har xil bizniki turmushimiz bilan munosabatli turmush odati, andan keyin shu muhit omillari, ya'ni buni biz dastlab deb o'tgandagidek ba'zida kimyalik omilga, ya'ni ba'zilarini fizikalik omillarga kirgizish mumkin. Buni yana ayrim kategoriya qilishga to'g'ri kelib qolsa shu muhit omil deb nim qilish mumkin. Undan boshqa eng oxirida yani biraz muhim bo'lgan omil ro'yi psixikalik omillardir. Bu ro'y psixikalik omillar yolg'iz bizniki ro'y sog'lomligimizniki qandaq bo'lishiga nayta cho'ng ta'sir qoldirib qolmasdan, balki jismoniy kasalliklarga alohida ta'sir qiladigan bir omil hisoblanadi bu ro'y psixikalik omil. Endi shu yuqorqidek kasal paydo qiluvchi omillar bizningki badanimizga kirib ta'sir qilgan vaqtida bizningki immunit sistemamiz, ya'ni badanning kasallikdan mudofaa qilish sistemamiz darhol harakatga kelib bu kasal paydo qiluvchi omillar bilan kurash qiladigan gap, ya'ni kuch sinaydigan gap. Bu kuch sinashda agarda shu kasal paydo qiluvchi omil ustunlikni egallasa badanda kasal paydo bo'ladi. Agarda bizningki badanimizningki kasallikdan mudofaa qilish sistemasi ustunlikni egallasa, u vaqtida biz badanimiz kasal bo'lmaydi. Ya'ni
kasallikdan xoli bo'lamiz. Demak bu yerda hamda biz kunda har xil kasal paydo qiluvchi omillar bilan uchrashib turishimiz mumkin, ammo biz har kuni kasal olmaymiz. Bizningki kasal bo'lish bo'lmasligimiz bir tarafdan shu uchrashgan kasal paydo qiluvchi omillarniki qandoqligi, ya'ni kuchlik acizligi yoki oz ko'pligi bilan munosabatlik bo'lsa, yana bir tarafdan bizning badanimizningki kasaldan mudofaa qilish kuchininki kuchlik acizligiga, ya'ni kasal paydo qiluvchi omillarning ustidan g'olib kelish kammasligi bilan munosabatlik. Albatta kasal paydo qiluvchi omillar kuchlik yoki miqdori ko'p bo'lgan vaqtida bizningki kasallikka taqobil turish kuchimiz ularning ustidan g'olib kelmasligi natijada biz kasal bo'lishimiz mumkin. Agarda bizning kasallikka qarshi turish kuchimiz kasal paydo qiluvchi omillardan g'olib kelsa, vaqtida biz kasal bo'lmaymiz. Shunlashqa garchi biz kunda har xil kasal paydo qiluvchi omillar bilan uchrashib tursaqmi, ammo har kuni biz kasal olmaymiz. Buning sababi yuqorida o'tgandagidek, endi bu kasal bo'lgandan keyin biz qanday qilishimiz kerak? Kasal bo'lgandan keyin cho'qim darg'alla dori yeb, hamma nimani kasalni shu dori yoki operatsiya qildigan yoki ishtaq davolash qilmasak saqaymamdi degan vaqtida hargiz undaq emas. Badanningki yolg'iz kasallikdan mudofaa qilish iqtidori bo'lib qolmasdan, balki badanningki kuchlik o'zini remonent qilish, ya'ni o'zini davolab saqaytish kuch qudrati bor. Ya'ni bu deganlik ko'pincha holda biz alayda bir doriya bir taraf qilmasaqmi, badanningki immunit kuchi badanga kirgan, ta'sir qilgan kasal paydo qilish omillariga qarshi turib badanni bir taraf qila oladi. Albatta buningga bir vaqt kerak. Ko'pincha kasalliklar bir haftadan 2 hafta oraliqida qilsa, ba'zi kasallar 1-2 oy ketishi mumkin. Ya'ni badanningki o'zi saqaytish mexanizmi shu kasal paydo qiluvchi omillardan g'olib kelib badandagi kasalni saqaytish uchun shunday vaqt ketadi. Unda deganlik, endi badanda bo'lgan kasalning hammasini saqaytib keta oladi deganlik emas. Bu har insonningki badan immunit kuchi, ya'ni kasal taqobil kuchi, ruhiy kayfiyati degandek nurg'un omillar bilan zich munosabatlik. Ba'zi odamlar o'xshash giribdor bo'lgan kasallarga nisbatan ba'zi odamlar hech qanday dori yemay tezli saqayib ketsa, ba'zi odamlarga nisbatan bir mezgil ketishi mumkin. Ba'zilarga nisbatan hatto davolabmi saqaymaydigan ishlar bor. Bu dorilarningki yoki davolashninki unumimi yolg'iz shu nimaniki dorilarniki asli unumiga bog'liq bo'lmasdan badanningki immunit kuchi bilan nihoyatda yaxshi zich munosabatlik. Ya'ni badanning immunit kuchi yaxshi bo'lgan vaqtida xuddi biz bir yiqilib tushgan odamni belikidan yo'lab turg'izib qo'ysak, turib ketganga o'xshash bu unumlik dori deganlarmi ba'zida shu badanningki immunit kuchi bilan moslashgan holda ta'sir ko'rsatadi. Agar badanimizningki immunit kuchi qancha yaxshi bo'lib qolsa, davolashning unumi shuncha yaxshi bo'ldi. Ba'zilarimizniki immunit kuchi nachar bo'lganlikdan ba'zi unumlik davolashma, ya'ni boshqalarda unum bergan davolashma uncha unum bermasligi mumkin. Shunlashqa o'xshash bir kasalga giribdor bo'lgan bir necha odamni o'xshash davolash bilan davolagan vaqtidami uninki farqli bo'lganligi shu sababdan bu yerda hamda biz immunit kuchini
qandaq yuqori ko'tarmaymiz degan vaqtida bu vaqtda men burunmi bu to'g'risida leksiya so'zlab o'tgan. Bizningki bu immunitet kuchimizni yuqori ko'tarish uchun bizning qila oladigan ishlarimiz bor. Bizning qila olmaydigan ishlarimiz bor. Qila oladigan ishlarimizninki eng muhimining birisi shu aktiv badan chiniqtirishga qatnashish. Bu yerda badan chiniqtirish degan vaqtida cho'qim mandaq qilish, undaq qilish emas. Hammamizningki o'ziningki nimasiga badan qurilishi o'ziningki ahvoliga mos kelgan shu badan chiniqish usullarini tanlab eng muhim bo'lgani uni izchil davom qilish. Bu bakla muhim, ya'ni qaysi xil badan chiniqtirish usulini qo'llanishdan bakroq izchillik bak muhim. Izchil davomlashgan vaqtida anandan keyin buningki unumi barbara ko'riladigan gap. Undan boshqa shu ozuqliq, ya'ni sog'lom ozuqlanish. Bu yerda sog'lom ozuqlanish degan vaqtida har ikizmi foyda qildi, yaxshi yemekliklarni ko'plab yeb olish degan gap emas. Sog'lom ozuqlanish degan vaqtida shu bizningki badan ehtiyojli bo'lgan ozuqlikni badanning ehtiyojiga qarab iste'mol qilish, ortiq yemaslik yoki tomoq tanlamaslik, ya'ni tomoqninki turlariga alohida e'tibor berish, har xil tomoqlarni taqsimlashtirib iste'mol qilish, andan keyin tabiiy ozuqlanish, shu sun'iy yemekliklarni, ya'ni zavod ishlab chiqargan nurg'un ultra processed food deydi, shu alohida ish qo'shgan, ya'ni uni saqlash, to'shishga qulaylik bo'lish uchun ularga boshqa kimiyalik moddalarni qo'shib, uning saqlash vaqtini uzartadigan yoki to'shishga qulaylik qiladigan ashtaq alohida ish qo'shgan yemekliklarni imkon bor az iste'mol qilish, tabiiy ozuqliklarni ko'p iste'mol qilish. Bu bizningki sog'lom ozuqlanish kategoriyasiga kirdi. Bu orqali bizningki immunitet kuchimizni yuqori ko'tara olishimiz mumkin. Alohida semiz yoki bunday odamlarning nisbatan vaqtida immunitet kuchi tuban bo'lganligi nurg'un tadqiqot natijalaridan ayon bo'lmoqda. Bu yerda shu biz qila oladigan ishlar yana birisiga shu kayfiyatni yaxshi tutish, ro'yxatda kayfiyatni yaxshi tutish, bu bizningki universal sog'lomlikka kafolat qilishdan muhim. Albatta hozirgi zamon tibbiy ilmining qarashi bo'yicha shu vaksina urishmi badanning immunitet kuchini yuqori ko'tariladigan bir tanlash deb qaralib, hozir nurg'un yangi vaksinalar, hatto rak kasallariga qarshi vaksinalarmi ijod bo'lib sinov qilinmoqda. Albatta buningki uzun muddatli unumi va aks ta'sirlari vaqtning o'tishi bilan bilinadigan gap. Hozir ba'zi bir yangi vaksinalarniki uzun muddatli unumi va aks ta'siriga aniq bir narsa deyish qiyin, ammo hozir tibbiy tadqiqotning natijasiga asoslangan vaqtida vaksina emlashmi badanning immunitet kuchini yuqori ko'tarishninki muhim bir vositasi, usuli deb qaralmoqda. Bular hamda shu yuqorida men so'zlab o'tgan birisi kasal paydo qiluvchi omillar, andan keyin badanning kasal qarshi turish kuchi, andan keyin shu qanday qilib badanningki immunitet kuchini yuqori ko'targil bo'ldi degandagidek, bu 3 xil cho'ng jihatdan 3 xil mazmun bizningki sog'lomligimiz uchun bek muhim. Buni hammamiz yaxshi bilsak, shuni o'zimizga unumli taqlid qilsak, biz ziyoda ma'lum narsaga tayinib qilishni, ya'ni dori yoki saqliqni saqlash buyumlariga tayinib qilishdan saqlana olamiz deganlik bo'ldi. Bugungi bu sog'lomlik to'g'risida, ya'ni kasal paydo qiluvchi omil, badanning kasal qarshi turish kuchi va badanning kasal qarshi turish kuchini qanday yuqori ko'tarish to'g'risidagi bu savatni mishada aqlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'p rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.